Okay Google, menga Alisher Navoiy haqida ma'lumot ber. Ana, butun boshli kitob chiqdi. Dugonam bir savol jo'natibdi. Unga sun'iy intellekt nima derkan? Javob ham tayyor. Juda oson va qulay, to'g'rimi? Lekin bu har jihatdan to'g'rimi? Internet tarmog'i hayotimizga shiddat bilan kirib keldi va chuqur o'rnashdi. Uning bazasidagi ma'lumotlar ko'lamini inson aqliga sig'dirishi mushkul. Bugun aksariyat yoshlar qisqa postlar, video lavhalar va memlarga vaqtini katta qismini sarflashyapti. To'g'ri, internetda axborot juda ko'p, lekin axborot ko'paygani sari uning sifati pasayyapti. Ko'plab noto'g'ri yoki yuzaki ma'lumotlar haqiqat o'rnida qabul qilinayapti. Ilgari odamlar hayotiy masalalar bo'yicha kitoblardan izlanishar, falsafa va adabiyotdan ilhom olib fikrlashar edi. Endi esa har qanday savolga soniyalar ichida javob topish mumkin. Boringki, tarbiyani ham, ibratni ham aynan o'sha yerdan o'rganyapmiz. Bugun xohlaysizmi, xohlamaysizmi, aksar yoshlarimiz internetdan turli xil tarmoqlarga kirib yoki videolar yoki memlar yaratish orqali kitoblardan ancha cheklanganday bo'lyapti. Respublikamizda yaratilayotgan kitoblar, badiiy adabiyotlar bo'ladimi? Bunga xohish bo'lmay qoldi. Yoshlarimiz bugun internetdan kerakli ma'lumotlarni qisqa variantlar orqali olishga harakat qilishyapti va shular orqali ularni to'g'ri deb qabul qilishyapti. Lekin vaholanki kitobdan olingan narsa va internetdan qabul qilingan narsalarimiz bir xil deya olmaymiz. Kitobda boshqa narsa. Aslida biz kitobdan kerakli narsalarni, kerakli manbalarni ilgari izlardik. Bugun achchiq haqiqat sifatida shuni tan olishimiz kerakki, hattoki o'sha keng auditoriya bo'ladimi, o'quvchi bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi, o'zini qimmatli vaqtini ayamaslik uchun ham aynan internetdan olishga harakat qilyapti. Biz bunga yo'q deymiz. Kitobni o'qimog'imiz lozim. Albatta o'z zamonasining yetuk adiblardan biri Abdulla Qodiriy ham moziga qarab ish tutmoqlik xayrlik deb bekorga aytmagan. Aynan bugun biz yoshlar auditoriyasidan shu narsani so'rab qolardikki, kitob o'qish va kitobni mutolaa qilish. Nima uchun biz bugun o'tgan kunlar asarini o'qimasligimiz kerak? Nima uchun biz bugun Abdulla Qodiriyni o'qimasligimiz kerak? Davlatimiz rahbari ham o'zlarining bir nutqlarida Abdulla Qodiriyni 5 marta o'qish kerak kamida. Shundagina biz o'tgan kunlarimizdagi hayotimizni aniqlab olishimiz mumkin degan purmona gaplarni aytgan edi. Biz kitobni o'qimasak bu jamiyatga keraksiz inson bo'lib qolamiz. Yaqin kelajakda xohlaymizmi, xohlamaymizmi, yaqin 5 yillik ichida sun'iy intellekt insonni bemalol boshqaradi. Biz inson bo'lib tug'ildikmi, bu jamiyatga kerakli inson ekanmizmi, biz kitob varaqlashimiz kerak va kitobga bo'lgan ishtiyoqimizni oshirishimiz kerak. Bugun biz shuni istardik, biz shuni xohlardik. Yoshlarimiz, oilamizda har bir tug'ilib o'sayotgan farzandlarimizda kitobga bo'lgan mehrni oshirishimiz lozim. Zeroki O'zbekiston kelajagi yoshlarimiz qo'lida. Talaba sifatida deyarli har kuni va har soatda internet tarmoqlaridan foydalanaman. Ya'ni o'zimga kerakli ma'lumotlarni bilish yoki bo'lmasa ba'zi savollarga javob topish uchun. Hozirgi kunda kitob varaqlab lug'at qidiradigan yoshlarimiz juda kam va bu vaqtni ko'proq sarflashga qarab ketadi. Shuning uchun internet lug'atlaridan, misol uchun Vizon bo'lishi mumkin, tarjima lug'atlari, shulardan ko'proq foydalanamiz va albatta bu samaraliroq deb o'ylayman. Ko'z xotirasi borda insonda, kitobdan ko'rgan ko'proq xotirada qoladi, lekin internetdan ko'rgan ham takrorlashlar natijasida yoki bo'lmasa o'sha so'zni talaffuzini eshitish natijasida inson ongida muhrlanib qolishi mumkin. Albatta bu o'quvchining salohiyatiga bog'liq deb o'ylayman. Kitob varaqlashga hojat ham, vaqt ham qolmayotgandek go'yo. Ammo ilm-fan, san'at va ijod sohalarida o'z asarlariga yillarni bag'ishlagan mutaxassislarning mehnati qisqa videolar yoki sarlavhalar soyasida qolib ketmayaptimikan? Balki shuning uchun ham insonlar orasida kitobxonlikka qiziqish susayib borayotgandir. Matn o'qish odati susaygani sayin insonlar sabr-toqat, diqqat-e'tibor va mantiqiy fikrlash ko'nikmalaridan uzoqlashmoqda. Axir kitob mutolaasi bu shunchaki vaqt o'tkazish emas, balki fikrlash san'atidir. Yo'q, Ahmad o'qimadim. Oxirgi marta Sarob romanini o'qigandim. Said Ahmad jimjitligini o'qigandim. Shu biologiya, kimyo ishladim. Yarim yil bo'ldi.
Insonlarning kompyuter va smartfonlarga bog'liqligi, oilalarda kitob mutolaa qilish odatining tobora kamayib borayotganligi bolalarning ham turli ertak kitoblarga emas, gadjetlarga bo'lgan qiziqishini oshirib yuboryapti. Bu esa o'z navbatida ularning umumiy sog'ligiga ta'sir o'tkazib, mantiqiy fikrlash qobiliyatining oqsashiga va ayrim holatlarda tarbiyasining izdan chiqishiga ham sabab bo'lyapti. Tafakkurni rivojlantirish kitob o'qishning eng samarali xususiyatidir. Chunki biz ekrandagi bir tasvirdan boshqa tasvirga shunchaki ko'chib o'tmaymiz, balki har bir asar qahramonlari va boshqalarning tabiati, xulq-atvori, xarakteri haqida bosh qotiramiz. Bundan tashqari, kitob o'qigan insonda stress, depressiya holatlari juda kam uchrar ekan. Yoshlar e'tiborini kitobga, kitobsevarlikka qaratish bugun dolzarb vazifaga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu maqsadda turli kitob yarmarkalari, ko'rik-tanlovlar o'tkazilayotgani, ijtimoiy tarmoqlarda ham turli kitoblardan olingan jumlalar orqali o'qishga targ'ib qilinayotgani quvonarli hol. Internetning qulay imkoniyatlaridan oqilona foydalangan holda kitob o'qish madaniyatini ham saqlab qolish jamiyatda o'z ijobiy natijasini bermay qolmaydi. Axir texnologiya taraqqiyoti inson tafakkurining sayozlanishiga emas, aksincha yuksalishiga xizmat qilishi lozim.